Ertalab Mubinani bog'chaga turg'izib olish sal vaqt oladi-da. Asal qizim uyqusini o'chirib olguncha kech qolib ketay deymiz. Zimbillatib olib borib bog'cha pasini qo'liga topshirib kelganimdan keyin men Dodajon va Shohida uchalamiz choy ichib oldik. Keyin Dodajon agorodda ish qildilar, Shohida oldilarida o'ynab yurdi. Kiyimlariga e'tibor bermaylar, agorod bob qilib kiyintirib qo'ydim. Chunki o'ynayotganda yiqilib tushsa yoki har xil narsalarni ushab kiyimini dog' qilsa, ketqizish qiyinroq bo'ladi. O'zim bo'lsa oshxonada mehr bilan ijod qilib, nachinkasi, go'sht va kartoshka hamda qovoqdan bo'lgan xonimlarni tayyorlashga kirishdim. Shu yoshimgacha birinchi marta qovoqli xonim qilib o'zim ham yeb ko'rdim. Shunaqa mazali bo'lar ekan qizlar. O'tgan safargi bir kunlik vlog reelsimda sizlarga bunaqa videolarim yoqyaptimi, yana davom ettiraymi deb savol bergandim. Ishonasizlarmi qizlar, shunaqa chiroyli kommentariyalar oldim, даже directga ham. Har kuni bir kunlik vlogingizni chiqarsangiz, xuddi siz bilan yashagandek yoki sizni qo'shningizdek his qilaman o'zimni. Sizni bir kunlik vlogingizni ko'rib, kuchga to'lib, kunimni barakali o'tkazaman deb yozganlar ham bo'ldi. To'g'risini aytsam, men ham shunaqa blog yurgizadigan ayollarning videolarini ko'rib, kuchga, energiyaga to'lib ishlarimni qilaman va videoga olaman. Hamma ishimni qilib bo'lganimdan keyin Mubina uchun zakaz qilingan chiroyli luklarni bitta-bitta ochib ko'rdim. Bunaqa modniy, nejniy kiyimlar Mubinani ustida rosa chiroyli tursa kerak. Xohlaysizlarmi qizlar, sizlar uchun bu kiyimlardan chiroyli videolar olamiz. O'tgan safar bitta ro'moldan 4 xil obraz yaratish videosi juda ham ko'pchilikga yoqqan ekan. Agarda sizga yana shunaqa shirin videolar qiziq bo'lsa, kommentariyada buni bildirib keting.